Oshga salat qilamiz. Bizga kerak bo'ladi bitta pomidor, bitta bodring, 3 ta rediska, yarimta piyozning yarmi, ko'kat va salat bargi. Ko'katni faqat ko'tini salatga solaman. Buyog'ini o'zim uchun yeyish uchun olib qo'ydim. Xo'p, to'rashni boshlaymiz biz. Somoncha qilib to'ramoqchiman salatni, pomidorni ham, bodringni ham. Sen faqat pomidor bodringni salat qilib zeriktirib o'rganibman. Prosta bolalarim yeydigan salat qilaman-da. Misol uyda ko'pchilik bo'lsa ekan, Olivia, Sezar yoki boshqacha salatlar qilsam. Hech yo'q. Shulardi deb manti ham qila olmadim. Manti qilmoqchi edim, Ifora yemayman dedi. Sho'rva yeyman dedi. Osh yesang-chi desam, mayli osh qilavay dedi. Chunki oshni yaxshi ko'radi, lekin xamir ovqatlar xohlamaydi, somsani xohlamaydi, ishqib bir narsalarda. Bo'ldi. Mana shu salatni ichiga moy va tuz solaman. Semichka moy va tuz. Shu bilan tayyor. Bu saharlikka ham qo'ysa kerak bu salatdan. Endi yarimta bodring va pomidorni ikkita qizimga bo'lib so'rab qo'yaman. Sababi ular bodringni ham, pomidorni ham turolmaganini xohlaydi, shuning uchun men ular uchun olib qoldim. Solmasdan. O'z uchun ham yarimta pomidor bilan yarimta bodring ishlataman har safar. Prosta bu safargisini bolalarim uchun ishlatib boramiz. Yani yeydi demoqchiman-da. Ishlatib boramiz deb o'ltirib qo'yaman. Manaki